Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymış. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağı 2024 yıl 2. ayının 9. günü, hürmetlik vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysek. Türkülletin biz silahı sözüldük, mesela Rusya ile Cumhur'un münasebeti doğrusu toxtaldık. Tuyuqsuzda Rusiyaga yoki Rossiya Federatsiyasining davlat mudofaa ministri Sergey Shoyguga Cumhur'un yangi tayinlangan mudofaa ministri Dungdin telefon berib tunji qatim salomlashdi. Yani mudofaa ministri bulup belgilenipla Rusya ile alaqada bo'ldi degan edi vatandaş. Bugün şunun münasebetli kaldı. Yani bir haber neme dep geçip geldi desiniz. Mesela alaylı. Prezident Vladimir Putin bilen Xi Jinping telefonda söhbetleşti. Stratejik hamkorlikni kuchaytib, Amerikaning ichki ishlariga, aralashishiga qarshi turishni ta'kidladi. Mavzuli xabar 2. ayının 9. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Vatandaşım, bunu sizga evvel mushu material sifatida topshiramiz. Çünkü bu nazik mesele. Siz shu narsani bilvalanki, his qilyapsiz, yaqindan biri Uyg'ur yoki xalqaro siyosiy atmosferaga munosabatlik Uyghur meselesinde az-to'la o'zgarish bo'lyapti. Uyg'urga qandoq munosabat qilish, Uyg'uristonga qandoq muomala qilish meselesinde az-to'la o'zgarish bo'lyapti. Bizning bu atrofimizdagi odamlar va yoki hozir faoliyat qilayotgan, sahnada faoliyat qilayotgan odamlar buning qanchalik munosabatlik, masalan, aloqador davlatlar bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlaridek büyük bir devlet, mesela aramızdaki qaysi Uyghur ne, qaysi Balıçak ne, qaysi liderçak ne, yoki yaşlarını elip girip Uyghur toğrusunda söhbetleşti değilse, mesela bu toğurda oturup qandaq mesele koyuldu sizden, bizden haberimiz yok vatandaş. Biz hazır chetda turayotgan adamlar, bu kişilik hukuk dep kelayotgan adamlar vatandaş biz. Şunlaşım o mesele qandaq tariqada oturup koyuldu, bunun da haberimiz yok. Bugün endi hazır ikinci vaziyetga munosabatli kaldı nima? Mesela Hong Kong, Shanghai rayoniga munosabatli hazır Yuan Gongyi deydigan bir adam, aktiv faoliyatchi ham savdogar adam. Hazır Shanghai'la Amerika o'rtasida qatnab savdo tijorat qiladigan odam edi. Yaqinda Hong Kong voqeasining jiddiyligi va keyingi 2-3 yil ichida bu odam qaraganda Amerika turib qoldi. Şu odamni o'zi ishchiga olgan 4 nafar Hong Konglikni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining muavin, masalan, Sharqi Osiyo ve Tinch okean işleriga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi qabul qildi vatandaş. Bu o'tirdi suhbatlarning qandoq bo'lishi bizga notayin, bizga noma'lum. Lekin Hong Kongning vakillari yoki mayli siyosatga, mayli demokratiyaga vakillik qilsin, qilmasin, Hong Konglikning gapini anglab beqish uchun qabul qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi. Buning uchun Xitoy qattiq sakrab ketdi. Hatto San Fransisko suhbatidan keyin o'tgan yil 11-oydan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida so'z iboralarda yiriklashishning o'zimi cheklangandek, yoki Jungo tarafdan Amerika hujum qiladigan so'z iboralar bilan yoki Amerikadan Jungo tarafga ayrim ahvollarda tanqid yurgizadigan so'z ibora to'xtab qolgan edi vatandaş. Bugün Şenhuaşa qaltis g'azab bilan
Mesela ezelden tilga elip bakmagan mesela siyasi adamlar mesela Amerika siyasi yolları dep atap keletti. Hazır şın hoşu Amerika siyaset vaziri degen sözünü bugün Hong Kong meselesine ait ma'lum münasebetler dairesinde tilga aldı vatandaşım. Yani muşalım o anda zemde hazırlıklı vaziyet. Siz bizde katkıldığı vaziyet. Çünkü sizden bizden menfaatimizge Uygur'un menfaatiga, Uygur'un siyasi havasıga tesir körüsüdüğün mesele bu. Hong Kong, Tayvan, Tibet meseleleri vatandaş. Şunu buna dikkat kılımız. Şu esnada muşu arlıkta Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'ga Reis Xi Jinping telefon verdi yoki söhbetleşti degan gap vatandaş. Söhbetleştirip söhbeti ötkazdi degan gap. Masalan, tünügül tağa 2023 yılı 10. ayının 18. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'da Amerika başçılığında 50 bir devlet Uygur'un kişilik hukuk ciheti kollap oturuğu çıkan şu günde bir günde belki bir dakika içindesinizin böylece bir de vatandaş ötken yılı 10. ayının 18. günü Beijing'de Vladimir Putin prezident ziyaretke kelip Reis Xi Jinping'le 3 saat makbul söhbetleşti. Ben tahlil kıldım. Ben devamlı dep kelayotgan bir sözüm bu sözümde yanmayma vatandaş. Uyguristan meselesi Rus bilen Xitay o'rtasidagi meseledir. Uyguristan meselesi Rus bilen Xitay o'rtasidagi meseledir. Şuna bugün bu iki devlet rehberi yana telefon söhbeti elip bargan eken, evvel biz bunu silahga vatandaşlarga material şiftir tapşırımız vatandaşım. Karana, haber mındak başlandı. Cumhur'un rehberi Xi Jinping 2. ayının 8. günü Rusya prezidenti Vladimir Putin bilen telefon söhbeti ötkazdı. Xi Jinping mındak ta'kidledi. Cumhur Rusya stratejik hamkorligini kuchaytib, chet elning aralashishiga qarshi turamiz. Nimaga? Ichki ishlarga. Bu yerda aralashishga qarshi turamiz deb elindi jumla. Rusya prezidenti Vladimir Putin bunday ko'rsatdi. Ikki taraf, ya'ni Rusya, Cumhur, Amerikaning boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turamiz. Sual koyaylı çoğu vatandaşım, siz bir sual koyun ha. Müşiyede Amerika qaysi işki işlağı arlaştı. Amerika qaysi meseleni kötürüp çıqqanlığı için bu kandak ahval asıdır. Rusya'nın işki işi bulup kaldı ve Cumhur'un işki işi bulup kaldı. Sual koyun çoğu vatandaşım. Sual koyun çoğu. Eğer ben başta ettim, Uyguristan meselesi Rusya ile Xitay o'rtasidagi mesele dedim. Eğer şunun asaslanğanda bugün Uyguristan meselesi hem Rusya'nın içki işi hem Xitay'ın Cumhur Kompartiyası'nın içki işi bulup sanalamdı, şunda karalamdı. Hazır aralashayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari faqat Uyg'uriston meselesiga aralashyapti. Kishilik huquq bo'yicha aralashyapti. Hozirgacha kishilik huquq deb keldi Amerika Qo'shma Shtatlari. Boshqa siyosiy so'z iboralarni ishlatgani yo'q Uyg'uriston meselesi to'g'risida. Undaqda bugun Uyg'uriston meselesi hem Rossiyaning ichki ishi hem Xitoyning ichki ishi bo'lib qolamdi. Biz ne dedik? Uyguristan meselesi Rusya ile Xitayning o'rtasidagi meseledir dedik. Bugün Rusya prezidenti Vladimir Putin ne dedi? Biz ikki taraf yoki Cumhur Rusya Federatsiyasi Amerikaning boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turamiz. Cumhur taraf nima deydi? Chet elning aralashishiga qarshi turamiz. Ikki davlat hamkorlikni kuchaytiramiz, chet elning aralashishiga qarshi turamiz. Cumhur'un alakadar matbuatı Xinhuashi haber qilib mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping prezident Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazganda mundaq ta'kidladi. Ikki taraf quyuq hamkorlashib, har qaysi o'z davlatlarimizning egilik huquqini, bexatarligini, taraqqiyot manfaatini qo'g'daymiz yoki qo'g'daydi.
chet el kuchlarının ishki ishlari aralashishiga qat'iy qarshi turdi. Rais Xi Jinping endi bu yerda ishki ishlarni qo'shib ishlatdi. Demak, biz hozir ishki ishlar nima? Yuqori tahlil qildik vatandosh, esingizda bo'lsin. Reuters agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kreml sarayı tashqi siyosat maslahatchisi Yuriy Ushakov ikki taraf tilpin suhbatini matbuotga oshkorlaganda suhbatning detallari to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Amerika yetakchiligida Washingtonning Jungo bilan Rossiya cheklamoqchi bo'layotgan tirishchanligi oldida diqqat. Amerika yetakchiligida Washingtonning Jungo bilan Rossiyani cheklamoqchi bo'layotgan tirishchanligi oldida ikki rahbar Xi Jinping bilan prezident Vladimir Putin ko'p qutblik texmo adil dunyo tartibi qurish to'g'risida suhbatlashdi. Washingtonning ittifoqdoshlari Amerika yoki Amerikaning ittifoqdoshlari birlashib hozir Rossiya bilan Jungoni cheklamoqchi bo'layotgan tirishchanlikning oldida nima deydi? Ikki rahbar, ya'ni Jungoning rahbari Xi Jinping, Rossiya Federatsiyasining rahbari prezident Vladimir Putin ko'p qutblik texmo adil dunyo tartibi qurish to'g'risida to'xtaldi. Hurmatli Prezident Vladimir Putin sizning siyosatingizda birinchisi hisob qilmayli, siz hozir Ukrainaga tajovuz qilib kirdingiz. Sizning ichki tashqi siyosatingizda adil degan shunday sifat bormi? Adil degan shunday siyosat bormi Prezident Vladimir Putin? Biz bundan shuarni Jungo tarafga qo'ymaymiz. Jungo tarafda adil, adolat, ahli adolat deganning qarisi yo'q, sonig'i yo'q, sizig'i yo'q, hech nima yo'q. Shunday bir davlat bor, shunday bir millat bor. Agar Yevropa millati Rossiya desa, sizning tashqi ichki siyosatingizda shunday adil bo'ladigan siyosat bormi? Biz faqat Uyg'urlar masalasini nazarga olganda Prezident Vladimir Putin efendi Rossiyada shunday adolat bormi? Rossiyada shunday odillik bormi? Agar Rossiyada shunday odillik, ahli adolat bo'ladigan bo'lsa, Stalin ayni chaqda Uyg'uristonni mustaqillik jakarlagan Uyg'uristonni davlatni munqariz qilib Jungoga qo'shib bermagan bo'ladi ya. 1950-yil 2-oyning 14-kuni Mao Zedong bilan Stalin suhbatida biz sana Uyg'uristonni mustamlika qilib berdik dedi ya. Adalet bormi? Jungoga biz senda adalet bormi degan savolni qo'ymaymiz. Bu ortiqcha. Zehnimizni isrof qilgan bo'lamiz, vaqtimizni isrof qilgan bo'lamiz. Ushakov yana mundaq ko'rsat. Vladimir Putin bilan Xi Jinping xususiy munosabatlarni davomli quyuqlashtirdi. Bu ishga davlat rahbarining ishi. Lekin hozir o'zaro qarshi tarafni ziyorat qilish plani yo'q. Bugunlardan o'tgan yil 10-oyning 18-kuni bir-birini ziyorat qilish, ya'ni prezident Vladimir Putin Beijingga ziyorat qildi, Xi Jinping bilan ko'rishdi. Hozir 2 soat o'tdi. 2 oy o'tdi. Yana bordi keldi qilish. Bu ehtimollikni ikki mumkinlik ichida, lekin jiddiy voqealar yuz beradigan bo'lsa, balki uni bir taraf qilish uchun yana o'zaro ziyorat qilish mumkin. Yoki jiddiy masalalarni bir taraf qilishning yangi planlari va ko'rsatkichleri o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, vaqti Rossiya bilan Jungo davlat rahbarlari yani o'zaro bir-birini ziyorat qilishi mumkin. Ko'rdingizmi? Shunda qo'lida mana. Da so'zlayman deb o'tirib, ma chiroqni unutib qolganimni ko'rdingizmi, vatandosh? Chiqishi mumkin. Ushakov nim dedi, bundaq plan yo'q dedi. Jungo matbuotlari bundaq ko'rsatdi. İki davlat, yani Rossiya, Jungo yangi bir yilda aloqa munosabatlarini davomlashtirib, Rossiya, Jungo ikki davlat munosabati va o'rtaq
köngül biladigan strategik meseleler boyunca çoğunqar fikir almashtırışqa birde qo'shildi. Men dedim Ushakov efendi, xalqaro siyosat atmosfera siyosat havvosi va xalqaro siyosat kayfiyati az to'la Uyg'urlarga munosabatlik holda az to'la o'zgarayotgan mushundaq bir paytda ikki taraf munosabatlarni quyuqlashtirib, o'rtaq ko'ngil biladigan, Rossiya ko'ngil biladigan Uyg'uriston masalasi, daha oshkor matbuot chiqmagan bilan Uyg'uriston masalasi Rossiyaning qo'lida mushundaq ushlab turgan masaladir. Çünkü Uyg'uriston masalasi Rossiya Federatsiyasi bugungi Sosyal Sovetlar Ittifoqi tunugunki mushu Rossiyaning qo'lidagi masala. Uyg'uriston masalasini qo'shib berish Xitoyga va u orqali Iroq Sharq strategik siyosati. Mesela Yaponiya, Iroq Sharqda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari strategik siyosatin tanshashning dastligi dastak qilishga aylantirilgan Uyg'uriston Rossiyaning tashqi siyosati. Şuna bugün Rossiyada bu siyaset müstehkem, da Rossiyaning qo'lida turibdi. Rossiyaga munosabatli kaldı Uyg'uriston xalqaro sahnaga chiqmadi. Xo'sh bo'ldim. Qarab baqsam hozir ingliz tilli axborot tor betlarida Stalin, Mao ikisi birlashib Uyg'uristonni qo'shib oldi degan xabarlar bundan 1 yil burun matbuotlarga chiqib qopti vatandosh, bak bizning ijtimoiy matbuotlarimizga chiqib qopti. Enanga qo'shib oldi vatandoshim. Lekin hozir Rossiya bundan to'liq xabardor. Qandaq bir taraf qilish masalasidir. Rossiyaning ham Uyg'uriston masalasini ko'nglida sambal vatandosh. Bugun shunga bu telefon söhbeti mushu masala ustiga quruldimi? Masalan, Ushakov efendi sizning aytganingizdek bugungi telefon söhbeti tununki 8-ci Tesladagi telefon söhbeti Prezident Vladimir Putin bilan Xi Jinping o'rtasidagi telefon söhbeti ikki taraf ko'ngil biladigan strategik masala. Albatta ikki taraf o'rtasida Uyg'uriston masalasi ko'ngil biladigan strategik masalalardir. Ushakov bunda ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping Ukraina vaziyati hamda O'rta Sharq to'qinishini hal qilish loyihalari to'g'risida to'xtaldi. Bu ikki masalada ikki tarafdan ko'z qarashlari o'xshash bo'ldi. Ushakov texmi ilgirlab tushundirdi. Ushakov yana bunda ko'rsatdi. Rossiya Jungoning Tayvan siyosatini qo'llaydi. Albatta bu sizning an'anaviy siyosatingiz. Bolşeviklerin siyaseti, 5. International'ın siyaseti, Mao Stalin'in siyaseti. Elbette siz onu tekrarlaysınız. Tekrarlamışsınız bulmaydı. Ushakov efendi, siz bugün bayanat beripsiz, matbuotga xabar e'lon qilibsiz. Men hozir shundoq dedim, Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masala hozirgi xalqaro siyosat atmosferasi va Uyg'urga munosabatlik siyosat atmosferasining oz-to'la o'zgarish hosil qilayotganligini aytganda sizlar bugundan boshlab yoki tunugundan boshlab yoki buningdan 70 yil burungi 75 yil burungi tarixdan boshlab Xitoy shartnomasidan boshlab Uyg'uriston masalasini hal qilishga o'tamsizlar Ushakov efendi. Buning uchun Uyg'urning qo'ydigan sharti oldingi shart eng kamida 1945-yili 8 ayning 14-kuni Moskvada imzolangan Rus-Xitoy shartnomasi. 1950-yili 2 ayning 14-kuni Moskvada imzolangan Rus-Xitoy shartnomasi. Uyg'uriston masalasi, Mongoliya masalasi, Manjuriya masalasi bu tarix, bu dilo ochilishi kerak. Ushakov efendi, endi bu diloni ochadigan vaqtingiz keldi. Oğul balçılık, siz de tünügün Dimitrov Molotov gelişimi, yani Rusya Stalin devrdeki sabık Sovetler bilen Dimitrov yani Hitler, Avrupa'da oturgu çıkan faşizm Hitler bilen oturdu imzalanan Rus German şartnamesine
yılı 1989 yılı 5. ayda bekar kıldınlar. Ve şundak dedinler ki bu Stalin'in şahsi işi. Bizden devletlik mecburiyetimiz dairesideki, devletlik mesuliyetimiz dairesideki iş emas. Şuna biz bunu bekar kıldık dedinler. Şundak cüret mi? Uşakop efendi, endi nöbet Uyguristan'a geldi. Rus-Xitay şartnamesi ve 2 kıtımlık Rus-Xitay şartnamesi. Bu 5-6 kıtımlık şartnama, ben noktalı kaldı. Muş 2 şartnamı ne kızgılay. Bunu bekar kıldığa vakit geldi Uşakop efendi, siz de şunda cüret bağma. Bugün siz tünügünsiz Ukrayna'ya tecavüz kılgan Rusya'nı kollayman dedi Beijing. Bugün endi neme deydi? Hazır telefon söhbeti ötkezi yukarı gepler. Konkret, bek konkret. Ben dedim belki Uyguristan meselesi hazır hal kılış devre kirdi. İsimladı bolsan. İşki devlet rehberleri. Dünya hazır Amerika koşmuştadır. Taşkı siyaset ramkısının içindeki dünyadır. Dünya hazır Amerika koşmuştadır. Taşkı siyasının tesiri yasadaki dünyadır. Sizler aytkandak biz Amerika koşmuştatlarının işki devletinin işki işlerine, mesela Rusya'nın işki işlerine. Bir de Rusya'nın işki işleri degen mesele yok. Ukrayna meselesi Rusya'nın işki işi emez. Bu bir tecavüzçülük. Bir de Rusya'nın işki işi yanılı Uyguristan meselesi, Xitay'ın işki işi yanılı Uyguristan meselesi. Çünkü Amerika koşmuştatır bu meseleye kişilik hukuk boyunca aralışıvadır. Merhamet efendiler. Uşakop efendi, ben sizden aşışki şartnamına 45. yılı 8. ayının 14. günü imzalangan Rus-Xitay şartnamesi 1950 yılı 20. asır 2. ayının 14. günü imzalangan Rus-Xitay şartnamesi aşkarlaydığı vakit geldi. Uygur müstakillik jakarlı levzi hesap. İnsaniyet için levzi hesap. Bütün dünyadaki milletler müstakillik jakarlıdır. Bir devlet. Tünüge vüzdetçiге bağmaydıgan devlet bugün 190 devlet bu Birleşken Devletler Teşkilatı kırıp oldu. Uygur müstakillik jakarlı diye levzi hesap. Şunu Uygur bugün şu müstakillik jakarlığın şu dakika, şu minut, şu devlet aparatı öldürülgen, suikast bilen öldürülgen Ahmetcan Kasimi qatarlıq devlet rehberlerini talep kılıvatıdı. Dünyadan talep kılıvatıdı. Münasebetlik devletlerden talep kılıvatıdı. İtiraf kılısız davetimiz biz. Uşakop efendi, vakit geldi. Hazırlık ahvaldan qarğanda vakit geldi. Evvel sizge koyduğun şart emas, bu şartnamalarni bekar qilishni tasisi, Kreml sarayı ve Duma'nın karar qilishini kutib turibotimiz. Uşakop efendi, endi Beijing Jungu için aytqanda Xi Jinping efendi, reis efendi, siz tarafdan e'lon qilingan yana bir şartname yoki maxfiy suhbat 1949 yılı 1. ayının 30. günü Beijing etrafındaki Şibeypur rayonida Molotov ve Mikoyan, Rusya Tashqi ishlar ministri Mikoyan, Jungo'nun devlet reisi ve şu vaqt sekretari Mavzdun bilan o'tkazgan maxfiy suhbat. Bu yerda Azatlık armiyani Şinjan'a qandaq elip kirish, qandaq o'rinlashtirish. Bu yerda Şinjan Uyg'urning daisi, mustamlika Uyg'uristonning daisi shu vaqtki Ahmetcan efendi qatorli kishilarni qandaq bir taraf qilish. Muşularning hammasi tarix. Uşakop efendi, reis Xi Jinping, siz ham bu diloni bugün açsiz. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Devlet Mahkemesi'nin arxiv xonasidan alisiz. Bunu açsiz. Bu ishki mesele dunyoga e'lon qilinmay turib, echivitilmay turib, bu dili Uyg'uriston meselesi hal qilish mavjud emas, mumkin emas. Asas yok, tarix asas yok bolalar. Evvel sizler bu dilini açsizlar.
Çıraylı kapaz, Şanxaylıqda kolunu götürüp yürüydiğin kapaz ve kapazın içine solup algan bir tal kuçkaşlı götürüp çıkıp ya onu tayinip durup Uyg'uriston meselesi hal qilamiz deyish bu hamakatning ishidir. O'sha ko'p efendi, Reis Xi Jinping efendi. Ben bugün muşu leksiyamda her iki devlet rehberleri koydum ki iki devlet yani Rus-Xitoy o'rtasidagi shartnomani chiqarish Uyg'uriston meselesi hal qilishning ochqichidir va tunji qadamidir.